Assalomu qadrli kanalimiz obunachilari, hurmatli yurtdoshlar. Mana bagrianik daraxtlarimiz juda ham chiroyli bo'lib gulladi. Bu bahorda gullaydi. Bo'ylari 2,5-3 metr atrofida yo'l bo'ylariga, xonadonlarga landshaft qilmoqchi bo'lganlar zakaz berishingiz mumkin. Ular hozirda tayyor holatda sotuvga, sababi ko'chirilgan bu. Mana qoplangan, ko'chirib o'rni skotchlanib qoplangan, yozda ham ekishingiz mumkin bo'ladi. Bu sababdan to'liq ko'chirib zakotovka qilingan. Guli juda ham chiroyli, bargi ham juda ham chiroy berib turadigan daraxt. Manzarali daraxtimiz mana gulladi. Guli pushti qizil rangda bo'ladi. Mana juda ham sovuqqa chidamli daraxt, beyor daraxt hisoblanadi. Har qanday joyga, respublikamizning har qanday joyiga ekish mumkin bo'ladi. Videoni ko'rayotganlar bitta like bosib qo'yamiz. Ushbu video uchun yaqin tanish-bilishlarga, manzaraga qiziquvchilarga jo'natib qo'yamiz. Like bosish esdan chiqmasin, qadrli yurtdoshlar.